Milliy sertifikatda tushgan bugungi original savol yechimini ko'rib chiqamiz. Ushbu qiymatda hisoblang degan va bu yerda mana bu to'rtburchak qavs, segment qavslar sonning butun qismi, mana bu figural qavs deyiladi va u sonning kasr qismi degan. Demak, biz bularni hisoblab olishimiz kerak. Qanday? Birinchi alohida LG5, LG01 ni va LG-LN3 ni hisoblab ko'ramiz. Demak, LG5 LG degani logaritm 10 asosli, 10 li logaritm 10 asosga ko'ra 5 degani va demak logaritm 10 asosga ko'ra 10 bo'lganda u 1 ga teng bo'lsa, demak 5 10 dan kichik bo'lgani uchun demak buning natijasi taxminan 0 butun nechalardir? Deylik 0.6, 0.7 lar deylik. Endi bunisi LG01. LG degan demak logaritm 10 asosga ko'ra 0,1 degani 1 taqsim 10 degani. Logaritm 10 asosga ko'ra 1 taqsim 10 esa -1 ga teng. Endi bunisi ln degani. Demak ln degani ln 3 bo'lsa, ln degan logaritm y asos. Mana bu ln degani logaritm y asosga ko'ra y degani 2,71 asosga ko'ra 3. Mana bu agar 3 bo'lganda 3 asosga ko'ra 3 1 bo'lardi. Demak bu 3 dan kichik bo'lgani uchun deylik 2 butun qanchada? 2 ning 3-darajasi desa bu 2 dan katta. Demak taxminan 1 butun nechalarda? Deylik 1,2 lar deylik. Ana endi biz bu yerda sonni hisoblashimiz kerak. Demak figural qavs 3 ko'paytirilgan. To'rtburchak qavs sonning bu butun qismi bo'lgani uchun 0,7 ning butun qismi demak 0 bo'ladi. -5 ko'paytirilgan. LG bu demak sonning mana figural qavs kasr qismi bo'lgani uchun demak -1 ning kasr qismi mavjud emas, butun son va u 0 +7 ko'paygan. 1,2 ning demak butun qismi 1 ga teng bo'ladi. Demak buni hisoblasak 0 0 7. Figural qavsda 7 degani figural qavsdagi bu sonning butun qismi emas, ya'ni uning kasr qismi. Demak 7 butun son, uning kasr qismi esa 0. Demak javob 0. Shu kabi tushgan savollarning original yechimini bizning sahifamizda kuzatib boring.